bensound.com. Assalomu alaykum. Men Nizomiddin Alisher, g'aznishlik xizmati Samarqand tuman bo'limi xodimiman. Bugun Samarqand viloyat g'aznishlik xizmati boshqarmasi tomonidan tashkil qilingan Avlodlar birligi sport salomatlik tadbiri bo'lib o'tyapti. Bu tadbirda futbol, mini futbol turniri, sport, shaxmat, shashka va boshqa turlar ham davom etyapti. Ajoyib o'tyapti. Tadbir tashkil qilganlarga rahmat. Bu salomatlik yo'lidagi bir qadam deb o'ylayman. Hamda umumiy kollektivni jamoani birlashtirish yo'lida ham ajoyib tadbir deb tushunaman. bensound.com. Assalomu alaykum. Men Kattaqo'rg'on tuman g'aznashlik xizmati bo'limi boshlig'i Nasib Nuraliman. Mana bugun boshqarmamiz tomonidan uchovlon uchrashuvi sport salomatlik yo'lida tadbiri asosida yaxshi tashkil qilingan tadbirda sportning shashka, shaxmat, futbol turlari bo'yicha musobaqalar bo'lyapti. Mana musobaqalar ko'tarinki ruhda davom etyapti. Bunaqa musobaqalar, bunaqa uchrashuvlar bundan keyin ham ko'p bo'lsin. Mana hammaning kayfiyati yaxshi. Xodimlar ham mana shundan ruhlanib bundan keyin ish ham yuqoriga nasib bo'lsa bo'ladi. bensound.com. bensound.com. Avvalambor mana har yili rejalashtirganimizda sport tadbiri, yoshlar, nuroniylar bilan uchrashuvdi. Shu yerga rejalashtirgandik. Buni sababi ham bor edi, boisi ham bor edi. Shu yerda har birlaringiz kelib, o'zlaringizni mehnatlaringizni bergansizlar. Shu bog'ni ko'rib, tomosha qilib, shu joyda mana sport maydonida sport musobaqasini tashkil etishimiz maqsadimiz shu edi. Menimcha barchani kayfiyatiga qarayman, yaxshi kayfiyatda o'tiribdi. Shu o'ylaymanki, agar hamma yaxshi kayfiyatda shu yerda tark etsa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz va o'sha niyatimizga yetgan bo'lamiz. Sport tadbirida yana bir uchrashuvimiz bor edi. Yoshlar bilan anchadan beri uchrashmagandik. O'zi yoshlar asosiy qatnashadi sport tadbiriga. Birinchi taqdimotni mana shu yoshlarga beriladigan bir sovg'alar bilan boshlasak,
lekin bilasizlar o'zlaringiz, ustoz shogird degan narsa bor. Nuroniylarimiz kelgan, shu nuroniylarimizni taklif qilsak, avvalambor Gulnora opa marhamat, shu yoshlarimizga sovg'alarni taqdim etsalar. Yusuf aka, marhamat. Gulnora opani hamma taniydi. Anchadan beri ushlab olmay yurdik. Haqiqatan xizmat safarida yurgan ekanlar. Xush kelibsiz avvalambor. Endi shu ustoz shogird baribir kelib albatta o'rgatish emas, shu kelib bir og'iz suhbat bo'lishi ham shu ustoz shogirdni bildirar ekan. Yoshlarimizga shu o'zlaringiz bir taqdim etsalaringiz.